YouTube'ga short stream qilish. Short stream o'zi nima? Hammaga hello do'stlar, sizlar bilan Azamboy PUBG do'stlar. Bugun sizlar bilan YouTube'ga short stream qilish haqida o'rganib o'tamiz. Qani unda ketdik. Xo'p, biz Play Marketga kirib olamiz. Play Marketdan Live Now deb yozamiz. Xo'p, birinchida chiqqanini bosib, o'shani sketchat qilib olamiz. Men sketchat qilib olganman buni. Xo'p, shunga kiramiz. Keyin botdagi bo'limdan YouTube'ni tanlaymiz. Xo'p, mana YouTube'ni tanlaymiz. Keyin tepadagisini tanlaymiz. Ana undan keyin botda siz akkauntingizni qo'shishingiz kerak. Men qo'shib bo'lganman. Keyin pastda plus turibdi. O'sha plusni bosamiz. Plusni bosganimizdan keyin xuddi shu oyna chiqadi. Xuddi shu oynaga tepada streamingizni nomini yozasiz. Misol uchun short stream. Keyin pastga Telegram kanalingiz silkasini yoki boshqa narsani silkasini qo'shishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqda mana knopkani o'chirib qo'yamiz. Bizga kerak bo'lmaydi. Keyin bu yerda publish turishi kerak bo'ladi. Qolganlari o'zingiz obunachilaringiz yoki boshqalarga ko'rinadigan bo'ladi. Publishga qo'ysangiz hamma uchun ko'rinadi. Shunda streamingiz rekka chiqib ketadi. Xo'p, create bosamiz. Xo'p, bosganimizdan keyin siz qanaqa stream qilmoqchisiz? Biz short stream qilamiz. Hop, ekranimizni screen qilib bosamiz, o'shani bosib qo'yamiz. Keyin pastda short stream qilmoqchimisiz, katta stream qilmoqchimisiz? Bu yerda portret turadi. Agar siz xohlasangiz katta stream qilishingiz ham mumkin. Biz short stream tanlab qo'ydik. Keyin bu yerdan 180 ga 60 fps tanlaymiz. FPS dan maksimal FPS tanlab qo'yamiz. Menda 60 turibdi, sizda ham 60 bo'lsa, shuni tanlab qo'ying. Xo'p, keyin bu yoqdagilari uncha muhim emas. Keyin bu yoqda mikrofon bo'ladi. Mikrofonni xohlasangiz o'chirib qo'yasiz, xohlasangiz yoqib qo'yasiz. Xo'p, endi next tugmasini bosamiz. Next tugmasini bosganimizdan keyin bizda stream уже YouTube'ga tayyorlandi. Ana undan keyin start tugmachasini bosamiz. Keyin boshlashni bosamiz. Xo'p, boshlash tugmasini bosganingizdan keyin stream уже YouTube'ga uzatiladi. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'ying. Telegramda TDM turnir boshlangan. O'shanga o'tib qo'shilib qo'yishingizni so'rayman.